Abi qarang, podyezdda kirish eshigimizni 2 xona, 3 xona qilingan uyimizni 50 kvadrat. Narxi 68.900 birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana qarang, sanuzellarimiz alohida, bu yog'imiz bizada hojatxona, bu yog'imiz esa bizada hammom. Bu uyimiz bizada 2-qavatda joylashgan 4 qavatli binomizda. Hop, mana zalga kiramiz. Zalimizni 315 ga 520, chap tarafimizda esa bizada spalnimiz joylashgan. Spalniy rayon, manzil Yunusobod 15-kvartal, shunda yo'l yuzidan ikkinchi Turkiston metro stansiyani oldida. Qarang, bu yog'imiz zal, mehmon kutadigan mana 3 xona qilingan eski oshxonani o'rni balkonga ko'chirilgan. Bu yoqqa yana bitta детский spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Balkon mana yarimga bo'lingan, bu yoq tarafimizda oshxonaga moslab joy qoldirilgan. Endi bu yoq tarafda ham mebelli, kuxonlikni davom ettirib, yasatirib yangi qo'yib berishadi. Narxi 68.900, har doimda kelishadigan joylari bor. Like bosib qo'yishingiz izdan chiqib qolmasin.